Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi patsientimiz bugunga ikkita demak full facelifting amaliyotini rejalaganmiz. Shundan mana birinchilari ishni boshlayapmiz. Ushbu patsientimiz 49 yoshdalar. Ushbu patsientimizda ko'rsatmaga ko'ra space lifting amaliyotini bugun rejalaganmiz. Yana bir bor takrorlab o'taman aziz obunachilar, har bir face lifting amaliyoti usullari, ya'ni 4 ta usuldan iborat bo'lib, bu yana takrorlab aytaman, bittasi bu kojniy lifting, terini tortib tikish, bu eskirgan metodika bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi mask lifting. Mask liftingda faqat teri qisman ajratilib ichkaridan choklar orqali tortib fiksatsiya qilinadi va uchinchi metodika bu smash lifting. Holatlarda smash lifting o'tkaziladi va to'rtinchisi bugungi eng zamonaviy oxirgi juda ham populyar bo'lgan metodika bu space lifting deb nomlanadi. Bu qanday o'tkaziladi va kimga qachon o'tkaziladi? Aynan mana shunday yengil, yuzi uzunchoq tip yuzlarda aynan space lifting juda ham chiroyli natija beradi. Chunki bu yerda ortiqcha teri ostidagi yog' qavatlari hamda ortiqcha 3 yoki 4 darajali gravitatsiyani osilishlar bo'lmagan yuzlarda albatta bu va og'ir bo'lmagan yengil yuzlarda space lifting juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu qanday o'tkaziladi? Bunda xuddi smash liftingga o'xshab klassik kesmamiz o'sha quloq dilog'ini atrofi bilan aylanib orqaga o'tadida va teri 2-3 santimetr faqat teri ajratiladi. Qolgani terini tagi aponevroz mushak to'qimasi kompleksi va platizma kompleksi osti bilan kirib kerakli joylargacha ajratilib, u yerdagi boylamlar to'liq ajratilgandan keyin qaytib orqaga va yuqoriga tortib fiksatsiya qilinadi. Bunda terini tagidagi to'qimalar deyarli jarohatlanmaydi va teri tekisligi saqlanadi va natija juda ham chiroyli chiqadi. Albatta kuzatib boring, buni ushbu amaliyotimizni operatsiya jarayonini qisman va albatta natijani sizlar bilan bo'lishamiz. Mana e'tibor bersangiz, bu space lifting bu bugun eng populyarni yuzdagi yoshartiruvchi operatsiyalar ichida eng populyarni bo'lgan metodika hisoblanadi. Demak, bunda teri 3 santimetr bor yo'g'i ajratiladi. Mana terining tagidagi smas to'liq chuqur ajratilgan va bugun mana hozir shakllangan holatini ko'rishimiz mumkin. Mana platizma yuzda smas va bo'yindagi platizmani, muskulus platizmani to'liq shakllanganini mana ko'rishimiz mumkin. Natijada mana teri demak yopilgandan keyin natural bo'yin 90 gradus, ya'ni burchakli bo'yinning shakllangani, ideal sheyani bir xil shakllangani hamda pastki jag' burchagi va skulasini to'liq 100% mana aniq vyrzhini chiqganligi, demak bir yil sohasida umuman ortiqcha to'qimalar, yog' yoki ortiqcha terining yo'qligi, demak burunlab burmasining tekislashgani, yuzning va ko'zning lateral burchaklarining sohalarining mana to'liq tortilganini ko'rishimiz mumkin. Eng asosiysi lab tortilmagan yoki ko'zning lateral burchaklari tortilishini kuzatish mumkin emas. Bu tabiiy, juda ham tabiiy, jozibador effektni beradigan operatsiya hisoblanadi.